Hop, 6-misol. 2,1 mol nisbatda kaliy permanganat va marganat oksid aralashmasi 400 g plastik eritmasi bilan qolg'usi ta'sirlashib, tarkibida 40,8 dona elektron saqlagan gaz modda hosil qildi. Sarflangan xlorид eritmasining konsentratsiyasini aniqlang deyapti. Reaksiyasini o'zingizga kaliy permanganat xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, kaliy xlorid, marganez xlorid va tarkibida -1 ioni bo'lganligi uchun 0 holatgacha qaytadi degan qoida bor. Xlor plus suv hosil bo'ladi degan gap. Hop, endi pastidan marganez oksid reaksiyasi. Marganez oksid reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, xlorid kislota bilan marganez 2 xlorid plus yana xlor plus suv hosil bo'ladi. Hop, demak, reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, bu yerga 2 qo'ydim. Bu yerga 4 qo'ysam teng. Suvni oldiga 4 qo'ysam, xlordan oldiga 8 qo'ysam, hop, o'shanda xlor 2 ta 4 ta. Bu yerga 2, bu yerga 2 qo'ysam, 2 ta 2 4, 4 2 6, 6 2 8 ta, 4 2 8 ta. Hop, bu yerga 2 lantirib oladigan bo'lsa, kaliylar ham 2 ta-ku. Hop, 2 lantirib olsa, demak, endi o'zgaradi. Demak, bu yerga 16 tushadi. Bu yerga 2 xlorni oldi tutib tursin. Bu yerga 8 tushadi. 8 kira 2 16 ta. O'shaning uchun bu yer 16 tushdi. Xlordan ham 16 ta bo'lish uchun 2 kira 2 4 ta, 4 ga 6, demak, bu yerga 5 tushadi ekan. Endi teng deyapti. Jami 40,8 dona elektron saqlagan gaz modda hosil bo'ldi. Dastlab 2 ga 1 nisbatda parchalangan. Buni 2x desam, buni o'shanda x deyman. 2x bilan 16x xlorid kislota va 4x bu jami 20x sarflanyapti. X'ni topishim kerak ekan. Bu 5x hosil bo'lyapti va x hosil bo'lyapti. Jami 6x chiqyapti gaz. Xlor 17 ni ko'paytirsam 2siga 34 ekan. 34 ni ko'paytirsam 6siga 6x'iga 6 kira 4 24 4, ikkisi dilda 6 kira 3 18 20 bilan 204 ekan. Teng bo'lyapti bu 40,8 ga. X'im teng bo'ladi 0,2 molga. Demak, mana 20x sarflanyapti. 20x ni olib kelaman. 20 ni ko'paytirsam, x'im 0,2 chiqdi. 0,2siga hop 4 mol. 4 ni ko'paytirsam, xlorid kislota 36,5 ga 2 mol 73, 72 tasi 146 gram. 146 ni endi yana 4 ga bo'lish kerak ekan. Xudoga shukr. Demak, yana mana narsa chiqadi. Mana narsaga bo'lsam, yana bu chiqadi. 36,5% kelib chiqadi. Javob A javob.